ko'ngil biladigan ayollar mas'uliyatchan. Ha, vali qo'saq to'ydimi? Ay, menga 100 gramdan ortiq sevet sunmaydi o nesini. Sen düymemse satırışqanma yanını bekirek ep koy dep bunda. Yo, dedim üzemeyim sen aklımı kepiştirip sen aklıma. Ya bu küp onun nakş yetişlerinin münası saran mı ya? Yo, dedim mabedinim bile ben tenterbiyek naklı düşmezsem karab durup pisak sevetten. Mana keselden başının işi muşu. Dedim uyamda canşu kıldım desem tılıdığa adam yok durup kaldı pelle. Sen bir ebeykan boğuyttan pentildiğen. Doktumay seni çıkı bilip. Ebeykan bu tılıpes oluyor aş pelleni bir. Ya şu ebeykan kemme vasa? Bak yaman ciddi işim bat dediğine emin ama hazır şunda ciddi. Kanda ciddi işim bat ya? Kuklaydığın işim bat dediğine hazır. Raur işim var ki seni. Ebeykanlı bir çakasam ama uyamdan canşusunu ışlığı pelleni bir taraf kıp sunmam diye. Onda varsa ben ma tazlıqımını qıplam, qopaplam, andiki yardımlaşım sana ha. Xo'sh, ekrandagi qadrli ko'ruvchilarimiz, naq maydon qadam tashrif qilgan tomoshabinlarimiz hammalarniki har vaqtimiz xayrli bo'lsin. 2021-yillik Nalina Cho'lpon keldi programmamizdan bugungi soniga alayda taklif qilgan bizdan suyimli mehmonimiz bo'lsa, hammalarniki qalbimizdan cho'nqur o'rin olib kelayotgan, bizni kuldirib kelayotgan bizdan suyimli san'atkorimiz, ustozimiz Habibullah Mulla, ya'ni Abay Taqqutuqqu akamizni sanamiz taklif qilamiz. Marhamat. Voy, Aka qanday yaxshi aka? Yaxshi tudingizmi? Meshak bekilar aka. Meshaklar. Ang dastlabki. O'tdamaymiz aka? Tamam. Turaplam. Yaxshi aka o'zingiz? O'tdan aka, popota. Aka shu ang dastlabdan bir so'rg'im kelyapti-chu, meniki men zot so'raydigan bir masala bor. Sizni hammalar taqqutuqqu deymiz-ku, lekin turmushda unda emas saqqusiz aka. Ha, men sizga normalga Bu sizde çıkıp köseklam hazır külüdüğalı bir ek berip tuğçuma aka. Endi jiq adamlar shunda deb qaraydigan menim taqqutuqqa deb bir adam biz kuni bir akamiz bilan paranglashib 5-10 minutlik paranglashib o'tirib, "Voy ukam siz sog'gansizmi?" deydi. Chaqchaq qilayotgan o'xshaydi deb kulib, unda chiroyli u odamni chaqchaq degan ma'no hech qanday chaqchaq ma'nosi yo'q. Aka meni bir buzilib qoldimikin deb. Desam, ya sen kalede gitmiş tabii taktık yakılıp bir sene kulaklarına bal dep ağırlığa deydi. Ya ben bir şehrimde taktık yakılgan bilen normal turmuşluğunda taktık yakıldığı adam görsem ben mi korkayım da. Yeterli. Ey rahmet akamış gaptiriniz bek suyumlik şuma lekin Raslam bek ummaq aka siz hamda qarab turib maqtisa bir xil bo'ladi uni bilaman. Lekin tatidi kevri. Ya bir qitimda qayntamning ayolning qizi mashla degan bek ummaq. Hayatımda bir ketim degan bo'lgan faqat esimda chiqadi. Hozircha bilalam o'ta ketdingiz shuni ular. Konuşapla. To'y qilgan kundan tortib konuşadigan ish boshlandi ekan. Endi bu konuşadigan ish boshlandi ekan, boshlaganda bu ayol kishi bundoq o'tirib, motirab qarab, birini xiyol qilib qolsang, nimani xiyol qilyapsiz deb xiyolingga borishi deb. Ya qanda birdan deb qo'ysang, ha deb. Lan bek külkü ataqı vattanız Cumaka Raslam. Ameliyat rastga qilsam ma program suratga ilishdan burun sal bir xil bo'sha qolib ketganman o'zim. So'lishu. Yo'q, sen mush programmaga chiqqanda kellar. Mush Nuralininki mush Genjoy keldi dedi. Lan taladik vaqt bilan meyadik vaqt shunda o'xshamaydi. Men bundan bir program bilan shunda yaxshi bo'lyapti-da. Ko'rpaqdingizmi aka? Ko'rdim. Men yoqtirib ko'raman. Endi bu Cho'lpon keldi degan bu programma o'zgichiligi bilan o'xshamaydi hamda boshqa programmalarga voqelik shaklda, itot shaklda shikingning o'ynagan dialoglari bir xil odamlarni o'ziga qiziqtirdi-chu. Rahmat aka. Shunlashqa shu fursatda shu Cho'lpon keldi programmasidagi programma xizmatchilari, operatorlar, vaqt maydondagi hammalarga mana shunday bir har bir singlar bilan ko'rish fursati berganliginglardan intayim minnatdorman. Rahmat sizlarga. Rahmat aka. Sizga rahmat aka. Sanimizning kichik ko'may qatnashmaganingizga baxo'sh bo'ldik aka. Sahna kichik sahna emas, xalq yoqtirib ko'rayotgan bir shunday katta sahna. Bu yana biz doirasini demaymiz, cho'ng kichikligini demaymiz. Gap xalqimizning yoqtirib ko'rishi, yaxshi ma'naviy, uzuq, aktiv, energiyalik narsalarni bu program orqali xalqimizga taqdim etib olsak, birdan yerimdan bo'lsa xushallik ato qilib olsak, hammalarning umidi shu. Ko'rayotganlarmi xush bo'ldi. Hammalar qo'sh yo'limizda. Shunlashqa bu nihoyat yaxshi programma bo'ldi. Bu programmani ish qilib, ishlar texnik yaxshi bo'lib ketishiga
ishonimi. Rahmat aka, rahmat. Deganimiz kelsin aka. Unda bo'lsa, endi qachon o'tiraman? aka, endi men rostga qilsam-chu, hozir kirishib ketdim-chu men. Kulkini boshlab oldik emasmi? Oxirigacha ega bo'ling hamda. Ya bo'ldi, gap. Oxirini kulib o'taylik hozir hamda, hozir xeyir qoldi-ku. Mushu yumurdan ikkini so'zlab bersangiz, yep-yan to'novda yangi chiqqandan. Endi bu yumur deganni mundaqchi, yumurni buningdan anglaydi ekanmiz. O'zimizga yaxshi deganni ideyimizda saqlab qoldi ekanmiz-da. Hozir to'r davri bo'lgan ekan, bir yumur deyilsalar, hozir bütün yer hammalar telefonda ko'rib bilib olamiz. Shuningdek, ekran oldidagi xalqimizning naq maydondagi o'tgan tomoshabinlarning har bir sonlarniki ko'nika yengken demay anglab tursin. Amal bor yengilni deyishga tirishiman. 2-3-4 mi deyman misol. Tanlab endi ben Yisamkamnikidan birini deyim. Yisamkam bir kuni mush küme bazıga, kümelarni tushirilib sotilganlar borku parcha. Küme bazıga kümagini verib, küme sotilgan balığı. "Ey, kömürünün kilosu qancha?" desa, küme sotilgan balığı. "Kilosu 45 dey Yisamka." "200 kilo tate." desa, öyle yo'qa dami bermanmi yo komi bermanmi demay, qandaroq yerini bermaysan. Qop-qora yerdan. Nima degan qarovmay qandoq. Uni kendin yezdi жүрген bir adam bakka yezdi. Davamlı qo'shnisining uyidan orqon so'raydi ekanda. Orqonini berib tursiz deb ko'narib, oxiri orqonni berib turg'ichi odamdan chiqib Күнді мені арқанды мәйшілеткенде сен бәкірек çıkışıltıp bu onu tutып қарсы bunu. Bazağa kırıp alsan olmamdı buna. Kayyadı satıdı. Digidek. Şimdi de bazağını bir yer geçen birisi var arkan satıdı. Sana bir nesini işin kesep koyayım. Herkes mitrlap amacı mı arkanını cınlap alırsa, anı paydalırsa, mitrlap satımetse, herkes sen ziyaret gitse. Mesela makul deple kirip el arkan satılgan balını kışı görüp. Arkanının kilosu kança? Arkan satışı. Oy sizga qanchalik lazım, taxminan qancha metr lazım? Aşını onu kendin cıngı salımız. Yo'q, ben cınglap olamayman. Zat kilosu qancha? Voy, elim şu sana taxminan qanchalik kerak? Qanchalik uzunlikda desang, aşını onu kendin cıngı salmam dokuz. Yo'q. Ben ziyaret etib turganchilik qilmayman. Cınglap olaman. Necha debdiki, am ish pishib ketib. Qancha pullik olsa? 50 ko'ylik sala arqandan. Shunda arqanlarni kesib daqsasa, kemepti de, tarazı götürülmepti ki, mandara kesip saptı de, sas yani kemisi mandara kesip saptı ki, yani kemise, da sas tarazımda, yani azırak sili yutan etdi. Bu arkanın nemi gişilteme demek. Bir adam da yani bir depegim kep kaldı, bunu burun mu degen, yani bir kıtım hem de çünkü o benim bir suyumlik tağam hem de. Şu taktuka degen gapni bayağı işkanlarına ait çıraylık diyaloglarını keltirdiler. Hem de bu taktuka degen ne sahne gelip çıkıcı. Peki benim tağam, apamın enisi Reşit degen tağam, o bana nak taktuka da, nak meydanda mı deydi, her günü degene her günü bu okşumaydı. Ama normal turmuştu mu kızıkçılık kılıp taktuka gap kıldı. Aşı Reşitkamdan bir şey gepini qilib beray. Bir kuni Suydunga borsam, Reşitkam chaqirdi. Yakilafkam. Borsam, ukam, opamning inisi-da bu. Opamni yo'qlab o'tib ketay deb, Malanga borsam, opam uydan chiqib, yana bir ko'chaga kirib ketib beribdi-ki, teximiz samirib, men kirib ketib borib dedi. Meni ko'midi dedi. Bir hayron qoldirib o'tay deb, keyindan asta kelib, "Hada" desem, bichora opam simizligida ishtik burulanmay, osh ko'chadan kirib ketib, yana bir ko'chadan chiqib, Aşıda qiziqchilik qiladi. Xudo bo'lsam o'g'li bilan o'tiribdi-ki, Reşitkam. Reşitkam, sen dedi, "Mabal tonamsiz mabalni?" Bizning o'g'ilni. Ko'rsasam, bizning o'g'limda qaraydi. "Bu balning apisi bizning uyda qo'nadi" deydi. Yeni yumur davamlı ijod turmagan ekan. Hamish bir necha yumurni hozircha huzuringizga sunib turdik. Rahmat sizlarga. Rahmat. Xo'sh aka, tugidi endi programmamiz. Qaysingiz bu? Hocam yok tugidi ekan. Programmamizga mushtat tugisa. Men uning ustiga tomoqlarga qiziqadigan, mushta balatim yosh vaqtimda. Yegin olmaydigan narsadan boshqa, yegin bo'lgan narsa hammani yeydim. Yana birdan. Buni o'zim bilsam, do'tim qo'shimiz.
Ya o'ruqlab qolsa qarasa. Nurg'un necha kilo o'ruqlab ketdim. Menda nafas to'xtab qoldigan bir ahvol bor-ku, alaqamda uxlatib, qo'raktab 1 minut yo'qab ketib, boshqalar anglab qilib, men bilan yotgan odamlar qo'rqib ketib, meni kelib uyqumdim. Mayliqqa xo'shiji ilishni tavsiya qildi-da, xo'shiji. U qancha pulga dedi, "Mundaq qilsang o'lib ketishadi" dedi bircha. "Ma, bolalarni o'zing boqma, tuyuqsizmish uxlatib, nafsing yana 1 sekund daqiqa kelmasa sen o'lsa, unidimi bolalaring va o'zing boqqaning yaxshi deganda sen qo'rqdim degina. Necha pullik narsa bu? Desam, "Men qilib baldo og'a 20 necha ming hozir tushdi, men aloqalashib beray." Dedim-da, aloqalasha desam 9800 ko'yga tushibdi ekan. Do hisob urib baqsam 9800 ko'y o'lib ketgan qarag'anda xuadlay degina. Buna to'xta olay deb buni oldim. 15-20 kun künenmeydi kelsa bununla. Başka nokta silip da yatıdığa işte ilvite künenme 15-20 kundan keyin şunda künep kettim ki bu hoşiciga. Bu hoşiciyi kılsam 6-7 saat kılsam mı uykuga kinip yaxshi qo'paman. Uning kendiliği adette xulganda tushlarni ko'rsak, sus, va bir xil ko'rimiz go, aytga esimizga ilg'amay. Maningda govching olib. Uning kendiliği şu hoşiciliklar ba'zilar tushlarni o'g'ilib ketdi, yo'qlab qo'yib, tushligimizni qolgan yeri qolib. Maningda agar o'g'ilib ketib, bugun kunduzda o'g'ilib ishimizni qilib, kech eshaydan tortib Zendlik ko'rgan. Bu da men 10 qismlik bir tushib qo'ygan shu. Ma bek estoyla anlayışsın akamaga pansa. Rost o'xshaydi deb anlayışman men. Daha neyse. Bunu ilanı olab qoldi-ku bu. Xo'shijning degarini so'rab. Ya ben ameliyatni so'zlayapman. Mesela doktorlarga barsanglarmi, doktorlarmi shuni tavsiya qiladi shunda. Avamdalik ba'zilarning birlashga ashtaq to'xtab qoldigan anda bir avvalli olab qolsa, buni sal qaramay doktorxonaga berib 24 soat, 40 net soat kuzatib uxlagan vaqtida kuzatib ashuni qattashi burdirga, bo'lsa ashuni ilib olsanglar yaxshiroq ekan. Demakchi hamda tang. Ma raskep makama va. Ma chunki o'lim kira ba'zi raskep qilib qolaman. Mayli turib, saqiyib turib bunday bo'lgan ashunda taqqa. Ya yili qanday qilamiz aka? Men so'raydigan savollarni yozib qo'ydim, lekin ansiravatman shu. Nimani so'raydiganlik, to'g'riliq mavzu hozirgacha ushur yo'q. Lekin hamda qurbatimning yetishicha javob beraman. Bu yerda men qiziqchilik qilib cho'qim sizlarni kuldirib o'talayman yoki undaq qilib o'talayman, undaq qilib o'talayman emas. Qurbatimning yetishicha Xo'shal qilalasam, xo'sh bo'laman. Xo'shal qilolmasam, ancha xo'sh bo'lib ketmayman. Nimishqa deganda, xo'shal qilolmagan qaraganda xo'shal qilaliga yaxshi deb qo'ydigancha cho'nglar. Shunga tirishima har bir singlarni. Rahmat. Mayli konu olsun, yangi olsun deb birdan yerimdan bir xo'shallik ata qilalsak, mush cho'lpan keldi programmasi orqali ekran oldida ko'rganlarimiz birdan bo'lsin bir kulib azroq biradi. Laq maydondagi tomoshabinlarimiz birdan mag'lub chiqib olsa, biz shuningdan qo'shal, shuningdan suyunimiz. Rahmat. Rahmat. Uzun yillardan buyon aka shunday sizga xo'shallik ata qilganingizga mush fursatda ko'rmalarga vakolatan yana bir qatim tashakkurimizni bildiramiz aka. Rahmat. Adams makamda. O'tiraymi? O'tiraymi? O'tirandiq aka. O'tirasiz bitta qolgan gaplarni o'tirib deyishaylik aka. Xush keldingiz aka Juma. Sizni ko'rib, bravo, hamda ichilib, yeyilib ketdik naq maydondagi tomosha bildiramiz. Yaxshidan ko'rmalarmi shu? Xo'shallik ilkini ko'ryapsiz deb o'ylayman. Hamda boshlab ketdikmi aka savol so'roqlarni? Yo'q, boshlamadikmi? Endi men deyman aka, men o'zimdan bilgisi bor savollardan boshlay oldim ularni. Men qiziqaman siz qanday shu san'at sohasida menib qolgan deb. Endi o'qigan kasbingiz nima? Nalarni püttagan? To'liqsizimiz qo'rqasnaydi. Başlangıç to'liqsizni suydingda. O'qib, to'liqsizdan men mashinsozlik, elektron texnik maktabi degan bir maktabga kelgan. U yerga kelib 3 yil o'qib 92-yili 11-oyning 28-kuni Bodorga keldim. Shu Urumchi Liyating bodo qilsa deb. Liyating bodo qilgandan keyin meni O'rmon nazoratidan bizning Shinjang yog'och material tush shirkati deb shu nazorat bevosita qaraydigan bir transport shirkati ekan. Shu yerga xizmatga bo'ldi. U yerda ishlab 92-yildan 2000-yilga kelgan vaqtida idoralarga bir tangshash islohot elib berilgandan keyin jechu xotin qilib men idoradan 2000-yil yenib chiqdim. Biroq san'atga deganda bizniki mening shu dadammi men tug'ilishdan burun dutta tambirlarni chalar ekan. Opammi so'nghay dutta chaldi, opamning enillari rishtkam
Apamning inisi shu taqtuqniki. Babay Uni keyinda Abduz Muhammad deb skripka çaldıgan tağam var. O skripka çaldıgan tağamma bizimki şu Seydullam Toxte bizim ustazımızınki şagirdlerinin aldan kılmış. Şinjanlı millici skripka çalışta aldan qatarı durdu. İnlilerim çaldı, dadam taraf mı çalıyordu, apam taraf mı çalıyordu. Çağın diken bizde kiçikimizden tabiila senetli bo'lgan ilqabir qandı ba deb qo'ymizga. Şunu qiziqadigan bir ahvol paydo bo'lgan. Men shu o'qish 88-yilda tatib gitar chalishga amroq qilib 88 o'chal gitar oladigan pul yo'q. Gitar ko'tarib ketgan gitarni silib olsak cho'ngish. Gitar va odamlarning keyinlarda marab juriytiq chog'i yalar. Ayna qilib meya keldik kelib Allah bilan gitarni mayli rasmiy kasbiy rasmiy sistemalik o'rgangan emas. Biz o'zimizning bilgunimizchilar, masalan, shu chaqlarda Ahmadjon Mamtimin bizniki Xotan Qaraqosh diyaridan chiqqan. Uning gitar chalish uslublariga qiziqib, ustoz san'atkorimiz Akbar Qahramon qatorliq mushularni gitar chalish qiziqib, o'zimizning kelib gitar chalib, maktabda men faoliyatda naqsh etib, ashla birinchi bo'lib, o'chaqda menchilik etaladigan odamlar yo'q-da, maktab o'amdi. Endi faoliyatlar qiziqib qatnashib kelib, gitar chalishni o'rganib oldim, naqsh etishni kichikimdan biletdim hem de kichikimdan naqsh etalaydim o'zim faoliyatlar. Başında qilib yurib, shuni bilan bir gitar chalib, meni hamda rost gapni qilganda eng yaxshi ko'rilgan san'at maktablarini o'qimagan bo'lsammi, kasbiy maktablarda. Lekin men qiziqadiganim shu edi. Gitarmi aka ya naqshmi? Gitarni keyin o'rgandim-ku, kichikimdan naqsh etishni bildim, ham naqsh etalaydim. Gitarni keyin 88dan tortib 89 kelib mishadi. Allah bilan saboqdoshlarim bilan chelishib yurib, gitarni o'rganib izchil tashimidim, ishlayotgan vaqtimda gitar chapirim idaralikilarga shu xo'sh bo'ladi. Keyin 2000-yilga kelganda hamma ash taraflarda mening gitar chaldig'imni al-ag'inlarim paydo bo'ldi, do'stlar paydo bo'lib, bilib restoranga taklif qilindim. Ömercan Alim akamiz G'ulchida bir Chimbuloq deb bir ashunda muzikali qarab. Shu yerga taklif qildi. Men u chaqlarda degan bir sahnalarda boy og'inlarim restoranlarga olib borsa, sahnadalik muzik chilib naqsh etadiganlarga bak havas qildim. Chunki ular nurg'un odamlar shidan tanlanib chiqqan bunday naqshchilarda va sahnalarda turib restoranniki bir naqshini etib olsam, men uchun bir tugamas xo'shallikdi-da u. Ammo unda fursatlar bo'lib qoldi. Men gitar chilib naqsh eta olgandan meni pulva og'inlarim restoranlarga kirish fursatlari yarilib qoldi. U yerga kirganda og'inlarim bir naqsh etib, amade sahnaga chiqib, bir naqshlarni etib olsam xo'sh bo'ldim. Keyin 2000-yili Ömercan Kamolimniki taklifi bilan Chimbuloqda ishladim. Bu yerda gitar chalib naqsh etime başladı. 3 naqsh etime. Ulag'imni yoqdimi degandan keyin shuni bu gitar naqshlarga mamroq. Shunda qilib, endi nashadi san'atkor og'inlarim bilan birga xizmat qilgach tanishib, ulag'ning keyinda mendan chimicha tabiiy bir qiziqchilikning borligini bo'lib og'inlarim asta-asta bayqab qoldi. Bayqab bir etotlarga chiqdik. G'uljidagi ash bir programmalar etotlarga chiqib, endi bu G'uljida xili ta'sirlarni qo'zg'agan bo'ldi. Anan keyindan naqsh musobaqalarga qatnashib gitar bilan unda yaxshi natijaga erishdik. Ayda qilib, asta-asta 2005-yili men Urumchiga qaytib keldim. Urumchiga bolalarimni olib yenib kelib, bu yerdami shuni ular uyaga bir qilib 2008-yilda Qurbayatlik san'at kechiligiga qatnashish fursati bo'lib, shu yerda shuni bilan shu taqtuqini Latifislar klubi degan bir etotda o'ynab, uning keyindan taqtuqa manda bir gap bor ekan deb xalqimizning to'liq bilgan vaqti shu. Lekin men G'uljidimi filmlarni ishlab yurgan, kino ishlash, bir VCD plastinka ishlaydigan film ishlashlarga qatnashib, uning keyinda ashtaq yurdik Hindistonda. Shahrixon bo'lsa, G'uljida Abayxon deb. Ayna qilib asta-asta qilib hozir hamda xalq san'atkori bo'ldik-da hamda o'zimniki bu qilayotgan ishimdan intan qo'shulaman, suyunaman. Chunki men kichikimdan orzuyim artistlar bilan masalan bir Urumchiga kelib ma Juyanning oldidan bekadin bir ko'ylak gazar elib, ashning oldida ishi bo'lmasam turib ketdi deydiganlarning ichida men bor. Chunki san'at qiziqqandikan bizning shu ustoz san'atkorlarimizning birasini shu Urumchiga kelib ya mashinaning derisidan ya jiroqdan bir ko'rib olasam, meningki bir orzuyim amalga oshgan shunchalik xush bo'lib ketdi. Keyin shuni bilan bu bas bugam orzuyingiz amalga oshibdi-da aka. Bizlarni mahmadan yo'lani ko'rib, qachon ko'ramiz deb shunda saqlab ko'midim. Bu değişik görevremem deb. Ya abim badem benden aldı görüp sen vallahi ulap qazan. Bek rahmat aka. Ekçik yaqıvatdimmi ya? Biz xo'sh bo'ldik aka, biz xo'sh bo'ldik. Endi aka, bu ish qanday bir sistemalik tarbiya olmadingiz?
hesapta. Şu san'at yo'liga qadam olgandan keyin shu G'uljida bir etodlarni o'yindik. Bu etodni shu El oblast daromad o'migidagi kasbiy, masalan, Farad Isroil deymiz, Anvar Yasin deymiz. Ular kasb o'qiganlar san'at maktabda. Daromad o'mikning ichida birga paylan qilish jarayonida ala kasbiy bo'lgandan keyin qandoq chiqish sahnaga, qandoq tushish, qandoq oldida o'tmaslik to'g'riliq azroq tarbiyalan. Keyin men qaytib kelgandan keyin operaniki, Jurat Voyid, Islomjon Varis qatorliq karvon teatr deb shuni ishlash jarayonida etodlashdik. Men ham kasbiy san'atkorlar bilan ashada bunday chiqish qilishni shularning tarbiyasini oldim, amaliy darsini oldim. Buning ichida nurg'un bilimli ekan. Biz ham burun degan o'zimiz chiqiblar etod degan mushuk şey deb deyish bilib. Bundan ham nurg'un inchkiyalar ekan. Kasbiy artistlar bilan birga etod o'ynash jarayonida ularning yetaklashi bilan hamda faqat ommadim desam u bo'lmaydi. Azroq men etod o'ynashda qanday chiqish tushish deganlarni ashlardan oldim. Hamda lekin kasbiy nazariya jihatdan tarbiya ilib bakmagan, sistemli tarbiya ilib bakmagan. Shuni o'zi uchun bir darslikda ka shundaqo. Amaliyotdan dars ilish fursat bo'lgandan xo'sh bo'ldim. Ashlar bilan bir yerda turib, birga etod o'ynaganimdan o'sha kasbiy san'atchilarniki. Men o'ylab qolmayapman, shu balliq vaqtlaringiz unda bo'lsa, chaliq bir xil kapsizg'u deymansiz. Cho'nglarning deyishicha, kichik vaqtimda bek kichik ekanman. Mushunchalik qilyapman deydi. Keyin ayta o'zingizlar kundan-kunga mushtaq cho'nglab mendan deb bayram qildim. O'jab shulab dedi. Vaqtimda kichik bo'lgandan keyin nimishqashda cho'nglab ketilganda deb nim qilaman, lekin cho'nglab ketilganmiz endi hozirmi men o'zimni kichik vaqtimda qanday desam kichikimda qo'saq amroqlikdan boshlab ekanman. Men kichikimda meni 5 yosh vaqtimda 6 yosh maktabga beribdi. Kichikimda bo'lmasa o'riq shunda shu ay bolatimman. O bo'yam degan 1.90 necha tugaman. Bunda qaraytim ballig'im. Ki jugurib ketib bir tug'an to'chaga tushib olgan bilanlar. Atarpimga tushiblar bunday qo'saqlar chiqib. Bo'p ketdim hozir yana o'ngishib oldim. Üsatime yani bir keler yıllargacha amançılık olsa bir de 84 larga chiqadi. Ya o'tgan bir bala so'zilsa, sen üsatete kichik bo'lsang sen. Deb qo'shadi, rost qarsam, men rost kichikda dadam der. Yo'q, Necha kichik aka dadingiz? Ash qilib bir necha farq qilib. Ben surishtirdim-ku, odam degan dadasidan kichik bo'ldi-ku. Dadammi? Dadasidan kichik emasmi? Bizga bu ersiyatga qarab. Demak aka unda kichik vaqtingizda Ras kichikkansiz. Shunda boshqa bir xil o'qiyotgan vaqtlaringizda aka bir tayg'ikon bir bolalar va shunda bolalar bek o'qishdimaysiz. Ya tayg'imni to'liqlab turdi. Tayoqsiz qo'ymaydi menen. Kapsiz bo'lgan ekan, masalan, Bikadul opamma qiziqdi. Uyning ishchilariga ekirib, "Ma tuxumni o'ynaydigan bo'lsang, yanchiqinga selib, pachiqingni chiqib o'tim" deb ko'z tutib qo'ydi. Ya bu qimma degan shu qiyg'inga ketib keldigina buni. Opam chiqib keldi, tuxumni ishkini yanchiqib qo'ydilar. Taraq chiqib talad o'ynab kirgandan keyin bu tuxumni chiqilib yiptik taraq uyga kiramdim. Opam qarsam mundala turdi. Uni ustiga dadammi opam qarishib berdi dedigina. Bizim ko'nglim bizimni to'ygandek bo'ldi. U yerda tillaydi kunduzda shuni bilan kech tomoqni yeyval deb chiroyli qilib tomoqni yeyman. Kiyimini silib yata. Kiyimimni sap bo'lgandan keyin kigiz bu chaqlardi biz o'ylandi. Kigizning ostida 2-3 shoping va ikkisining kiyimi shu. Top tayoqning ichida qalama qarab. Başında qıptısı mı? Qımma degan opam ko'z tutib qo'ydi qayeri yama çok ko'rsatmasa. Men olmayman da uni bir yerga tushirsa. Ma tuxumni o'ynaydigan bo'lsang deb ko'z tutib qo'ydi. O'yinimi degani qaraganda, mushu o'ynasa yaxshi bo'ladigan o'xshaydi deydigan bir kichik va foyda qilib chiroyli tayoqlarni yeytoq deydi. Odat qanday vaqtda tomoq yeysiz aka? Men odat tomoqni, tayoqnimi lasamay yeydi. Lasasam Lazep yesang yama açık olur ekan tayoq deganni. Tomoqni men odatda asosiyatdan endi sizlar qanday men uqmayman. Qo'saq ochgan vaqtlarni to'g'rilab turib yeyman.
Qo'saq açılsa birim yegim kelmaydi. Ammo men semiz vaqtimda bo'lgan 20 tal samsini mashina qo'yib bir yegim olgan bo'lsa. İlk bunda yan çıktı gazarında çakamız var. Yevetime kiskilim 50 kilometre 20 tal samsini. Kim kişi tomak yediğim ben dokuyum baktım. Bir kadın çok içim tutuldu sim tomak yedim. Qo'saq degan moşunda olab ketdi. Yani aş qo'saqni ko'tarib meni chiqaverdim talaga. Aka mush odatda oshxonalar kirsangiz ya bunda bir satarishxonalar kirib qolsangiz mana kuldirib tiliqtirib qo'ysiz-ku deyman. Sizlar aka jiq uchirish fursatlar bo'lmadi-ku turmushda. Lekin men boshqalarni jiq anglab ketdim. Abaykam tiliqtirib qo'ydi lekin turmushdimi debchi. Odatda kim bilan uchrashsak tonib bir odam kulib qaragandan keyin ya mel satarishga oshxonaga kirayli birdam o'zimizni bilishcha ig'zimizga kelgancha biz qiziqchilik qilib birdam kulib mayli shofizallarda bo'lsin yo'lda mashinada boshlarni kuldirib odam deganning kayfiyati kunda o'xshash bo'lmaydi inson yashaydi ekanmiz hamma narsa qo'shallik xofalik yaxshilik yomonlik kecha kunduz ochiq tattiq deganga o'xshashlar odamning kayfiyati kunda qo'shal kunda millioner dacha bunaqa yuraveradigan ish yo'q kayfiyat degan tanishilib keladi bu butun kunda unda baxtli bo'lib kelsa tanishiladi ekanda bir kun xafalig hamda shunda bir odamlar sal ichib shuqliq oilaning ichidan ba'zi u bu taraf turib bolaning ichidaymiz uy oila er cho'nglarning anda bir bo'lgan chog'da bir ikki qiz gap qilib kuldirasang adam vang'ib kulib qo'shib olgandan keyin xopiliqdan bo'ladi ekan-ku bu kasal anglashlarga qaraganda men kasbiy jihatdan mening to'g'ri deb turib olmayman agar meni xato bo'lsa taqtiqqa gap qildik men jiqlarda angladim bu gapni xo'shallik kayfiyat odamga yaxshi sog'lomlik ato qildi shu bir odamniki masalan xopa o'tirib o'tagandaki keyin kasal bo'ladigan hujayrlar ishagili bor ekan da mishiga yemas nimancha kasallik ammo mayaqda bir kulib xo'shal bo'lib kelsak xafa bo'layotgan hujayrni xo'sh bo'layotgan hujayrni berib yepla yo'qlik qilib bir kayfiyatimda bir xo'shal qilib qo'ygan ma'amda dehqonchi turish hamda shunashqa odam hamda bir xafalık bo'lsa manguli bu xafalık bilan bitib ketmaydi hamini kulimiz ya bugun bo'lmasa atish kulimiz shunlashqa kayfiyat ya anda turmushda anda umutsizlik har xil ishlarga duch kelgan vaqtimizda kelgusida keladigan xushalligimizni to'xtamay baribir bunda mangum o'tib ketmayman hamon bir kun kulaman mana yaxshi xushallik kunlar keladi deb mundaq tinchib ma'lisak xafalıqlab shularni bo'ldi desak o'zimizni tugashtirib oldik ekanmiz men o'zimni bunday yurib men bunday jursam men to'n qapoq deydi qadamlar bunda tishida ichimni uqmaydi davlashim kirib chiqmagan ekan bunda qo'pqon turib olsa deydi men mujunda men meyer bunda narsa yo'qsa shu mujunda yurib meyak ishga tolmas sizaq paydo bo'lib qoldi deganga o'xshash shuni bilan boshqani kuldirib ekanmi o'zimnimiz kuldamaymi deb o'zimni aynakka qarab kuldirib teliqtirib qo'ydi hozir o'zimning ko'nglimni o'zim ochirgan o'zim bilan o'zim paranglashib o'tirib ketdim bilishimcha akam shu ba'zan materiallarni ko'rishimcha küldürgü çolpalları, küldürgü artistleri turmuşda bak qiziqchi bo'lmaydi ekan-ku asos jihatdan. Ekranda qaldikanda boshqalarni xo'shal qilgan bilan lekin oilda unda bek emasga mushuni qanday qaraysiz? Men oildimi, bolalarim uydagilar bilanmi kayfiyatini o'ngshash jihatdan qiziqchilik qilma, kuldirma ularni. Uydagilar bilan bir uyda yashagandan keyin bunda ma'lum masalalar to'g'riliq mana vaqirishib qolgan avval bo'lib qoldi bu normal ish-ku bu. Varang-churuq bo'lganini bakmi ko'nglimiz kelib ketmasak bo'ladi er ayollar-ku. Bu normal ish ham bir uyda uni talish buni balkim ya ani kayfiyati nacharlik qarish tarafdan ya o'zingning kayfiyatining nacharlik tufaylidan sal ovoz qattiq chiqib ketgandan keyin qarish taraf egri kelib u birinde chiqitmayda vaqirishib qoldim uydagilar bilan. Vaqirishib qilib uydagilar nima deydi? Siz qo'lidan to'liq ketib bo'lgan odam taladan chumuch taqtuq so'zgashga chalmayapsiz dedi. Buni shaptaganning foydasi bor. Birni degan dedi. Buni keldimiz taksilardimi, mush yo'llardimi qiziqchilik qilsa degan gapni qatda bir gap deb beray. Endi qiziqchilik qilmay kirsam amal bo'lsa kuldirib qo'yishni o'ylayman. Burun 2008dan burun qor taksilarga chiqmamış. Ko'ygan yamanmi, ko'nganmi deganga bir men javobini berib o'tay. Kunga yamankan.
Köygen qaraganda. 2008'den burun qar taksilarga chiqsam, normal hamda ularniki mesela taksilarga chiqsam, meni apirib qo'ydi, men uchun mulozimat qildi, men ularning tegish haqini berishim kerak bu. Normal ish-ku. 2008'den keyin shu televiziyada taqib chiqib u bo'lgan bicha taksilarga chiqsam, qo'shulab ular pullarni, voy, sizdan pul olsak qanday, voy, olmasam bo'lmaydi, sen turmush var desam, voy, sizda olsak, siz bizni kuldirsiz, ama degan ekan, og'ini unamagan ekan, olmaydigan sen tunab qoldi ekan degina. Tunab qilib, ba'zini olsa sen ko'nglan keldi qaba. Do qarab qo'ysa. Ba'zi ashlar aql ishlatib bir muncha qiziq gap to'qira qoladi. Taksiga chiqaman. Ama toniydi onun ko'zi. Naga deydi. Palanchiyaga. Yo'lda bir yig'iz gap qilmayman o'zi. Kelganki men bir yig'iz bir qiziqchilikdan quruq qolding deb jimni o'tirib uni maqsadini bilaman. Kelgandikim qancha? 15 koy deb. 15 koyni bergandiki ilib yanchiqqa silib o'tib. To'g'ri. Har qiladigan neli qolchas shu qadar. Lekin bu ras aka, bu ras, bu ameliyat. Kunga yaman. Ameliyatdan bu qiziqchilik gaplar. Albatta har qanday odamlarniki bu mulozimat qilgandan cho'qim ularni Elishib tegishib. Ba'zi o'zimdagi qalbimdagi ba'zi bo'lgan ko'ngan bilan kuyganniki oraliqdagi ba'zi ishlarni dappagim kelib qoldim shu program orqali. Rahmat aka, rahmat. Men his qildim aka, mana bu yumor so'zlab bizni kuldiryapsiz-ku. Attiga his qilgan bo'lsanglar, chiroy qarsanglar, qapoq turyapti-da, biz kulyapmiz-ku. Qapoq tuzuk echilib boqmadi, 2 qitim yo 3 qitim kuldi. Biz faqat kulib boqmadi-ku. To'ng qapoq ekansiz aka. Qapoqni bidoyini bir qapoq bo'lyapti. Uyda. Uni ilib olay desam, zanglik qilmasin dedim o'zda qilib. Ijara pul turgan qapoq. Vallahi ichilig'i qilib. Bu yerda ishimiz yo'q. Soğuk kapakını koyup, muskatın bile geliyor. Öydeki kapakın su mağını buludu. Ben su yapıyor, çiçek mi bulduk? Son tuz kapak, bir şeyden yamanlık koyup koysak kuruyor. İşleşek, çıkımız acında kapak. Manda desem, lakımı kapakının köğülü kepki turgan. Rahmat aka, rahmat. Hamda aka, hammaylar abay sizmi dedingiz-ku, ko'chalarda u bular ko'ra qasimi taqtuqqu deb biladi-ku aka sizni. Ashta siz ko'nglingiz kelamdi? Yo'q, ko'nglim kelmaydi endi. Nimishqa deganda? Burun kelamdi. Bu bir laqam bo'lib qoldi. Masalan, marka. Abayli desa, balkim bildiganlar bildi. Boshqa abaylar borda, masalan. Meni hamda ismim Maslabi billah. Abay deganga o'zgarib ketdi-ku hamda. Taqtuqqa desa darhol biladi-ku. Hamda men o'zim shu taqtuqquni so'zlab chiqqan bo'lgandiki, uni ko'nglim bir qitim manda bir ta'sirlik bir ish bo'ldi Qashqarda. Bir qancha og'inlarim bilan Qashqarniki ma yetkani qishib ko'chada ketib qolsam, bir cho'ngroq bir odam 10 yoshlar atrofidagi qizini motorni keyni kelib etak ketib ketgan. Biz 3-4 yil parangiz bundoq ketib bordik, oyoqda etak berib, qiz "Dada, abay taqtuqa" dedi-da meni ko'rib qizi. Ya odam o'tib ketib, bir chog'da pop qarsam, eliq odam qizni turib. "Hopimman uka, ma qizim." Bilmem şunda sizni toqtuqu deb nima deb qarsam, eliq odam chin ko'nglidan hamda sizni menda toqtuqu deb baqirib qoldi, bu kichiklik qilib qoldi, ama degan voy ishim bo'lmaysam ko'nglingizgami? Onda dis bo'lmaydi dedi. Voy bo'laverdi, men shu boshqa men deb abay normal demaydi qo'y. Hech qanday yerda abay normal. Abay tut ko'zli bilmaydi. Adam aq ko'ngilligida masalan sizni tonimaydigan o'xshaydi o'da. Ya, dadisi toniydi. Tonigan bilan hamda qizini anda bevositlam abay taqtuqa dada deb meni qishim turib deginiga odam qilgandek anlik. Odamni kimda qilgandek anglab qoldi. Bir xil bulab qolgandim deganda odam tushuntirib qo'ydi. Bu chataq yo'q aka. Yaxshi ko'rgini bu bolalarning kimda yaxshi ko'rib ashundaq deginiga biz qo'sh bo'lamiz. Taqtuqa deb tonigan degan bizga abay deganga o'xshash men dedim-ku. Uyam qo'yib qoldim dedim-ku. 2000 dak adam bor yezda 2 mashinani bapirsa mashinani to'chini menda ekab qo'yib, yerda sahna bo'lmagandiki, ashuni to'pirlik mush taqtuquni so'zlab qoldim bir yerda. Bir adam kulgan bo'lsa, iliq yerda taqtuqa. Bu qarsam so'zlayapman, bir adam bu chiroyin nima qilib qo'ymadi. Onun texim uduq kelsandan dachchi men odamni oldi, uduq qilib, rosa taqtuqlab ketib ketdi. Nima deysiz? Gaplaring kelmay bir qil.
Kötü şu bir adam güldürmeye de çıkıp külmeye kalsa hem de ondan çıkıp uçurayımız biz. Dep bir kıl. Bir neçke ağırıp gittim hemen aşağısı. Micazım yok olup özgergen de. Rahmet aka, rahmet. Küçük vaxtınızda arzuyunuz mu tak oluş mu ya? Başka şirek bir arzuyunuz mu bitti? Ben küçükümdeki arzuyum sanatçı buluş, nakş etip, gitarlarını çiğleşini koy, küçük vaktimde gitar diyenini fıkmaydım koy. Sıkılıp bir müstak sanatçı ya ki meyli usulçılıkka, usulçı bulup da ballarını tallap biz vaktimizde mektepli başlangıçlı ballarını sanat mektep bivas tallap getirip ayşılavattı. Onu gaylık ben dereceden taşkı kilişken boğan dikeyim. Da yan taraftan qarab bo'lmaydi ki. Dedi aşında ötep bir usulçu olamdım ya birinin bolsam sıkıntı. Sanatçı bolsam deydigan xiyal qilatdim. O taqtuqa degan ideyim diyor. Keyin endi men çoğuluş jarayondamış aqlim kelib aş tağam aldıda oynap çoğ bo'lgandiki aşda taqtuq gap qilsa men bak qiziq tuyulib kulib teliqib qolmanda bu gapni. Endi men ideyimni paydo. Bu ajoyib qiziq gaplar bo'lsa. Bu nimish boshqaning diqqat qo'zg'amaydi deb to'g'rab so'zlaydigan bo'ldim tağam. Aji gapni ish qilib so'rinda bo'lsinmi, saboqdishim bo'lsinmi u yerda taqtuq deb uzun dedim bu gapni men. Uzun vaqt tuyuqsizlamada chiqib qolmadi bu ish. Uzun vaqt degandeki vaqt saati şu 2003-yili men Taşmambat Batur'ningki naqsh kechiligida G'uljida Isam Kamlar bilan bir chiqib butun chaqchaqchilar tudaqin butun G'uljidagi dangliq chaqchaqchilar ba mayli taqtuqiga qilib Isam Kam ebeyga 0 berilsin deb bir 0dan bizni bergan. Uçaqda lekin yana televiziya stansiyasiningki Qurbaylik san'at kechiligidek to'liq qilib uyda o'tirib ham bunda tarimiganligi ko'rgan bilan 2008da raql taqib ketdi. Shuni bilan taqtuqa degan nomga erishib, men uning oldidan boshqa ishlarni qilib yurganman yani. Men boshqa ishlarni qilib ancha-muncha Urumchida oilani beqish kerakda kelganda ekan bu yerda. Uyni ijorasini to'lash kerak, uni qilish kerak, buni qilish kerak. Kelganda shu misha tirishib, misha tijoratchi bolalarni keyindan birga yurib, lekin maoshini tashlamay. Ayda qilib yurib, shuni bilan fursati kelgan vaqtida uni keyinda mana bo'lib, ana keyinda hozir o'zim yaxshi ko'radigan kasbda hozir. Mushu ishga ham ozroq yetishyapmiz ham deb. Rahmat. Unda bo'lsa aka, mushu program sizni qaraga qo'qotima. Bu yo'chingiz qanday paydo bo'lgan? Yo'chingni men mush nimadan olib Washington tushirib olaman. Aslında üzem seyirci kılığını çıkıyor. Gap tipagil bombayda aka faqatlama. Unda bo'lsa aka yaqindan yaqin shu ishlar bilan yuryapsiz-ku? Ha, ishlar bilan. Shu ishlar bilan shug'ullanasiz, lekin bundan keyin yangiliklar bor-ku aka. To'xtab qolmaysiz-ku? To'xtamay, tirishimiz ham. Yaqinda texi aka loy degan naqshangiz bek ta'sir qilib ketgan menga. Bu endi nimish bunday naqshlarni ijod qilmay deganda o'rganishga qulaylik. Ba'zilar la deganda uni oldiga bir ismni qo'yibsizlar bir naqsh bo'ldi ekan. Nurg'un lay to'sa bizda. Har xil laylarning turlari ko'p. Eli aytib bersa kash naqshni ya. Hozir aytib beramiz ya. Bir anglamdik ya. Kash naqshni ya bir anglaylik ya. Bir anglaylik aka. Manda qilaylik. Aytib bo'lgan naqshni aytmayla. Men bilgan aytmag'inidan birini aytib beraman. Ya, hisob qildik. Hisob qildik. Buda men uyda jubo qilib, o'ltasam uyda jubo qilayotganimni bildimmiz. Nadi deb so'ralaverdim. Nadi deb urdi. Uy bilan talaning farqi bo'ladi-ku. Bu uydagi ishxonadek bo'ladi-ku. Gap savod dedi-da. Masualinglarga men bunda oddiy javob bersam, hamma oddiy bo'lib qoladi ekan. Shunga mushuni bir naqshi bilan muzikasi bor burundan. So'zini bir sap turib, mushilligi bir nadilikimni deb beray deb menda bir naqshi aytdim. Tekst shunday yaxshi. İçide, içide, beynin içide. İçide, içide, beynin içide.
ekansiz dedi. Lekin Musta javob berdim. Bu ko'ngil tuz naqsha. Uy ishda degan bilan uyni uchun nurg'u ish bor dedi. Bundan naqshlarni aytib qo'yman, ancha-muncha qiziqchilik qilib, faqat kulsin deb maqsad kuldirish endi birdan bir qo'sh. Bo'lamdi ekan, men naqshini menda etsam. Bo'lmasa teksti bo'libmi bek ta'sir qildi ham. Bo'lmasa kesish bo'ladi. Ma'noliq naqshga. Ko'ngil tuz ham naqsha. Biz ham birini angladik aka. Qiziqchilik qilib aytdik anaqshini. Normal bizniki Sherzat maytaqdiki Sherzat ishlagan muhabbatim sen degan bir naqshi bor. Abduvali bilan Bilgina Mollamat aytib chiqdi-ku, uning oldida Sherzat aytgan. Shu naqshini men bir aytib beray. Qurbatimning yetishicha yoqtirib olishinglarni Dildin söygen yarımga Soğa kıldım akşamni Zep mu güzel muhabbetlik Kulun aylık akşamni Dildin söygen yarımga Soğa kıldım akşamni Zep mu güzel muhabbetlik Kulunlaylık akşammış Ayrılmayız ikimiz Mengü giriştimiz Söygü ızharda kalbimiz Şu bozulmaz verdimiz Muhabbet sen, muhabbet sen, muhabbet sen, muhabbetim sen, muhabbet sen, muhabbet sen, muhabbet sen, muhabbetim sen. Rahmat. Şu programınki muqim so'rilgan 8 savolga o'tib ketdim. Rasululloh bilan muqimroq ya. Asal egizpas, boshliqchi hamda shaxsiy hissiyotim meniki. Meningga lekin taqtuqqa javob berishga bo'lmaydi. Yo'q, men o'zim qarab javob beray bekmi. Undan boshladim aka. Siz bu yil qancha yosh? Rost gap qilamanmi? Rostlam, taqtuqqa deyishga bo'lmaydi. 74-yili 2-oyning 2-kuni tug'ilib ekanman. Rostmi aka, chaqchaqma? 74-yil degan geometrcha hisoblaganda 73-yilning keyinlik keldigan. Buni bilan yil o'rilsa 48 ga kiraman. O 50 ga yiqilish qoldingiz. Osta 50 emas, oshaqqa yiqilishib ketdingiz. Aytsanız salomat bo'lsin aka, salomat bo'lsin. Kengsiga degatim aka. Oilangiz to'g'riliq so'zlab beran, qancha bolangiz bor, masalan, qancha ayolingiz bor? Meni jiqma ayolim yo'q. Kichkina iqtisod yaxshi bo'lmagandan jiq ayol ololmagan. Hamda jungi gap kelsak, men de Feytamning ayolining qiziga qo'nishab beryaptini 20 yil bo'ldi. Ismi nima? Adam Guyarbanim. Guyarbanim. 2 qizim bor. Qancha kirdi dedim. Davasan bo'ldi. Men ozdim tugashdim hozir. Cho'ng qizim bir yil oliy maktabga, Jo'jan Shofanda shuga 9-sinfga olib qo'yib kelimi. Kichiki bir yil Tunko intan berdi. Endi shu savolmi yaxshi bo'ldi, endi men oxirini bir tushirib o'tay. Asosiy men endi sirtda, ayolim uyda. Asosiyatdan bolalarniki hozirgi kelguncha cho'ng bo'lish, tarbiyalash, har qaysi jihatdan uyda mushundaq bir xotirjam keltirib bergan bo'g'ishqa bizmi sirtda nihoyat xotirjam holatda o'zimizniki o'sha kasbimizni rivojlantirishga tirishib ketib boramizda. Shu fursatda Qayntamning ayolining qiziga, qizlarga, uning keyindan biz beqib cho'ng qilgan dadamga, opam tugab ketdi. Hammasiga shu fursatda mustaq tarbiyalab, mustaq cho'ng qilganiga chin ko'nglimdan shu fursatda rahmatimni aytib olaman. Bundan keyin yana konuşup bermeymen. Rahmat. Lekin bek tugashtiryapsiz Juma aka. Amdi ta'sirindagi kelgan o'xshaydi deb bir xil yuraklar val bo'slam keyindan bir narsa chiqadi-ku bu gapdan. Turib saqib qolaman. Normallashib qolaman, yana turib ketib qolaman. Unda bo'lsa, mushu senlarda aka idot o'ynayotgan vaqtlarda bunda bir qiziqarli bir ishlar bo'lib baqqanmi? Bo'lgan. Ashdan biran deb bering, bir kulayli. Buni deb beray. Biz Qashqarda may qilib o'yin qo'yib o'tib, xamirni o'ynatdik.
Bu çağda alik Parat İsrail barım, Parat Bacı, Padişah men Xamer. Liu Yong Anvar yaşıyor. Orundıqda da biz gelişki tarafta Paratmış orunduqda oturduk. Ha. Liu Yong qani yumur sözülsüle. Davat attı, manda töpüdük yılıq bir çırak bek tekşetlik etildi. Hadi itilip ketken. Bu Parat, bu orunduq ulan mollık etipmez. Bizim qoqab ketdik ama qoqan bilan unda mollık etip jümüdük da orada. Pes çıkılmı kılıvatıdı, biz mi? Kılıvatımız nek meydancı var mı? Yok öyle koysak mikrofonu. Okusu var şu yüylep orunduq oturup qoqmaqayla. Bak sen ha yok. Yani bir yumru sözüse, yani bir pozitif ketmesin konuşacakla ahırını oyunu bitti. Nek meydanlam keksin. Oyunu bitip keyinden elik Enver Akım nakşiyeti çıkıp ay guva digiçi toxtumudu aldı. Keyinden ay guva netos aldı. Yani yaman külgen tıkoçağım. Rahmet aka. Rahmet aka. Ondan keyingisiga o'tdim mi? Ha öte. O'xshash kasblar ichida sizni qo'shingiz yo'q artistlar bormi? Qo'sham yo'q. Sizlar o'xshash kasbga odammi yo'qku deyman, taqutqular. Taqilda taqutqulardi menda o'xshash kasbga adam desam meni tog'am tog'amga umroq. Hammasini o'zimdan cho'ng bilaman. Har qanday odamni bu tarafimma aniqma o'zimga kapalat qilmayman. O san'atchi bo'lsa yoki san'atchi bo'lmasin. Menim o'zingizdan cho'ng bilamsiz. Albatta cho'ng yishimni emas. Yaşamak. Hürmet qilaman deb. Nima deganda sizlar böyle yosh bo'lgan ekan, har qanday bir odamni sal chaqlamaslik kerak-ku. Mayli u yaxshi chapanman ichida bo'lsin, mayli u eski chapanman ichida bo'lsin, uni o'saqdagi bilimlarini biz bilmaymiz tunji ko'rgan vaqtida. Shunlashqa boshqalarni aldirab diagnoz qo'ysak bo'lmaydi. Diagnoz qo'yib yoki ma andaka o'zimdan cho'ng ko'rib hurmatini qilaman. Shu gapimga kapolatlik ham qila olmayman hozirgi. Oiladagi chog'larda uy ishlarini qilamsiz. Tomoq yetishni bilamsiz. Tomoq italayman. Meniki mani bek yaxshi so'rdingiz. Meniki eng yaxshi ko'rib italaydigan tomoqlarimdan qaynoq suvni dehshat yapmayman. Men qaynatgan qaynoq suvning ta'mi qo'shilib, qaynoq suyingizdan deb kirib. Uning kendi tuxumni, men pishirgan tuxumni asosan pishirdi. Rost, mush tomoqlarga men usta. Uydagilar bo'lmasam o'zim qaynoq suvni qaynatib, tuxumni silib, pishirib, yeylaverman mesela. Bu hamda indaymiz, hambiyamellerini o'zim o'z oldimga chilab pishib ketaman. Dirsini aralashtirmayman. Shunda ta'mli qilib ketaman. Ha, vaqtida shu o'yda men tomoq etish turishdi yo'q. Qirqatlarni manchib yuvib qo'yamiz aka. Hamda qirqatni shiji juyda asosan men burun 89 dan tortib 2001-yilgacha yotoq turmushi bo'lganlik uchun kirimni yuvishga usta bo'lib ketganmiz. Men masalan mush kirlarning ichida nimani yuvishga eng ustadsiz, bolalarimning cho'qaylarini yuvishga dehshat usta. Hamda uydagilar usta dedi, "Bek nim qilib yutishi, ya aldab ashla yo'g'izam." Bek farqsiz sizni cho'qayni. Degandikka adamlarga bo'ldi cho'qayni men qo'yib qo'yganjima. Ama cho'qayni hech qachon tegma. Deb o'zim 810 cho'qayni tuzilib, mu yuvib ketimi, yaxshi yuvdi ekan sizda bolalarim. Ya ashla deb qiziq turib yo'g'izamdi. Nima qilib yupirma cho'qaylarni. Qolgan nimalarni asosan shu. Ya'ni shu qayntamning ayolini. Ay, rahmat aka. Boshdan oxiri kulka taqib ketdi. Unda men keyiniga o'ta ketdim aka. Pek ig'irg'u. 8-savol ne vaqt tugatdik, keyingi kechib qilyapti. Mush fursatda, mush munosabatda sizni yaxshi ko'rmaydigan kishilarga nima bilan degangiz bor? Bu gap mal savol yaman esil savol bo'ldi-chi. Yashaydi ekanmiz, hayot bo'ldi ekanmiz. Hamma odamningki bizni yaxshi ko'rib ketish natayinki. Uningdan xafa bo'lmasligimiz kerak. Uning yaxshi ko'rmas huquqi bor. U yaxshi yoqtirmasa bo'laverdi. Yoqtirdiganlar uchun xizmatni qilaveramiz. Umi vaqt soat kelganda, yoshlar bir yak bo'lganda yoqtirdigan bo'lib qolar. Shu vaqtgacha biz ham o'zimizniki yo'limizda menaveramiz. Ajab mo yoqtirmaydi ekan meni deb o bir yoqtirmay bizni qilishimizga "Yo'q, sen yoqtirmaymiz-mi?" demagan ekan. Ashta bo'g'ini yaxshi-ku, bu yoqtirmaydigan odamlarga yiqish uchun tirishib ketamiz-ku. Ham lekin cho'qim hammadamga yaxshi bo'lib ketaman deb bu mumkin emas ekan bu dunyoda. Shunlashqa yaxshi ko'rmaydiganlarniki deydigan gapim, menmi unchalik eski bola emas, taqtiga qilgan bilan. Yaxshi ko'rib qo'ysanglar. Men bundandı. Eng oxirgisi nimada aka sizcha? Burun ko'rgan bo'lsangiz bilasiz. Oxirgisi itotmiki? Naqsh aka, tayyorlik holati itot o'ynash.
Aşu şunda peyz bo'ladi shekillanuvchi. Tayyorliqsiz holatda misol kelib misnaq maydonda o'xshamaydi. Men yana beshidimi dedim bu sizlarni o'xshamaydi. Lekin nay tabiiy shunda peyza. Haqniki olqishiga erishayotgan ishlar. Shunlashqa ashini bir ko'raylik, men bir ko'raylik. Xuddi o'zi aralashmaydigandek. Men aralasham-da. Şalban geldi. To'rtinchi bemor ha. Hada avalingiz yaxshimi? Voy. Yaxshimi? Keling. O'tiring. O'tiring. Nima aytamsiz? Yo'q, maç shundayman, bir bemorning maç tushib qolibdi ekan. Men qanday qilsak bu mustahkamlaymiz deb men tadqiqotni model ma rostchi emas bu. Mata rostchimikin birsiga soladigan tishini tayyorlab qo'ydim. Yo'q, model bu. Siz nima kasal? Men shu o'rnimda ishtik tursam, o'rnimdan osta turgan qirg'in ishtik turib ketaman. Uning keyindan 3 oy sen egilganmikin deb o'zimdan gumon qilma qarab. Birerim qo og'rimaydi, og'rimisi men bir cho'qim bir ko'rinib o'tish kerak ekan. Bizda bir mustaq doktorlar tekshirib tursa, qachon put sunudi, nega yiqilimiz, mashina qachon so'qib hamma CT'dan chiqdi ekan qo hozir. Ya hozir men o'rningizda ishtik turganning sababi hozir ko'zdagi masalachi bu. Ko'zda men tumurlari bir-birisiga bunda choplashib qoldigan bunda bir ahvollar bo'lsa, shu ishtik tug'a vaqtda shu ostida turilib ashdan nima qoldi-ku. Uchingizda egilib qolgani bu börekning masalasi bu. Odatda bu börekda masala ko'rilsa, uchaysan egik Mujunda bu qaldı-ku. Onu kendim göğsüysem kulaklarımda uçu var o. Ha, uçu ya. Quyruq. Bir şey zın çıkıdı qarak. Bu nimdan şidəndə? Göğsüysem dediniz-mi? Göğsüyse bu kulak. Ya xata. Sevzisi midrad bu ya. Undasman polondaki işkende. Polondaki işken bu. Sevzi arılışma. Polondaki işken. Görüp sonra aşıda dedi. Bu normal ahval bu. Abay degendek sizde-ku. Aşı 3'te kesili bilen orunda test duruş kesilden baş kesel yokken sizde. Ma kesel emas bu. Onu kendi yani bir yaşmış keçti uxlagan vaqtimda. Fakat gözümni içip uxlayamadım qarak. Yumsam fakat. Bu nimdan şidəndə? Fakat yumamaysiz şunda ama. Yo'q, ko'zimni bunda ochiq holatda uxlag'im bor, xo'raklarni tortib ko'zimni uchuq qilib turganda desam, o'g'aq holatda faqat uxlayolmaydi ekanman qarang. Cho'qim ko'zimni yumg'anda ekanda uxlayman. Chechingizni azroq qaltiqib yastaversangiz saqiydi bu ahvollar. Majda deganda, bizda chechingizniki ash nimasini sal mandaroq yastaversangiz yaxshi. Choyshdagi masalachi. Bu ig'ir kasal emas. Hozir sizda ig'ir kasaldan shu men degandek 3 oy keslar, o'rnidan test turish keslar shu ishqisi bor ekan. Shu uni hamda shunda qanday qilsak hamda bu yerda bizning bir dorimiz bor. Mana li degan dorimizni ko'rdingizmi? Mana dorimizda. Mana amma bo'ldi. Ammamsiz? Yo'q, ammamsiz. Bo'ldi. Pul qoldigan vaqtimda biroqni ko'ray. Men demoqchi, endi mal qo'lingizga olib ko'rsangiz qiziqib degandekchi bunda ishlar bo'larmikan deganda bu endi o'sha o'rnida dast turg'izadigan mashunda bir dori ma. Ma ko'zni foyda qildi bu ko'zgicha. Bu 3 oyni egilib qolgan dedingiz emasmi? Börekni masalasida. O börekning bir ayrim dorimiz bor. O böreknikini vahshiy shash, vahshiy peyzi qilib börek degancha börekdeklar ushlab turadigan. İşte qarshi börekdeklar bunda. Mushta andiki 3 oydan tuz mushta bo'ladi. Tuz ulab kelsa mo bo'lmaydi, 3 oy tuz. Shaqay. Bizimlashib qolamiz emasmi? Uçaqsal xatarli. Qarang, siz doktormi, men doktorman? Yo'q, siz doktor hamda da'atman. Deganim, shuncha tuz olsa, menda ta'mirib qolmaysiz demoqchi-ku endi. Men 3 oy bek egiklarninki, menda ancha-muncha uya biyalari go'sht qunib, menda bo'lib qoldi, menda chiqib shu qo'shingaklari chiqib. Tuz yaxshi deyman. Agar buningga rozi bo'lmayman desangiz, bizda chet eldan alayda bir taklif qilgan bir doktorimiz bor. Osh ko'rpasilda, men taz qayil olmagan bo'lsangiz. Sizga qayil bo'ldim, hamda o'liq chet eldan hamda qandoq doktor hamda o'zi. Ya, hamda men bo'lmadimmi? Yo'q, bo'lmadi deganlik emas u. Shunda yaxshinim qilyapsiz-ku. Şey egilganlikni börekdan nim qildi dedingiz. Ma'qul dedim. To'g'ri-da? To'g'ri.
Onu kendi çoşun börek bilen münasebet ediyoruz. Hatam bir kedeydi. Toğru tapqan değil mi? Top doğru manımı çoştek müşünak münasebet ediyoruz. Bu sizde mi toğru hem de meyle hem çoğurak doktor olsa yani körüne baksan köğüstün bakkan Elektrik görüvatsız da. Maqlı. Xo'p, avval unda ovoz chet eldan keltirilgan bizdan Jackson doktorini ko'rib yaqqan. Qanday ko'rdi? Anki ikkimizni bir selishtirib yaqqan juma. Bulamda? Ha, ma'qul. Lekin showfiz qimmatroq doktorniki chiq pul akagan bo'ya. Ba, meni hamkorlik davolash ani kendimni naq pulmi ba? Naq pul bormi? Naq pul kerak bizga. Meni Jaysha İlhan 170 ne chiqadi. Hey Jackson doktor. Hey Jason doctor. Hello. How are you? I'm fine, thank you. And you? Thank you. Hello. Just very well here. Yes, we are. It's very. My name is Habibullah. Sorry, there. Yes. Yaxshimisiz da'atida. Ha, yaxshi. Yaxshimisiz da'atida. This is Karbar Bimar. Bu bizning bemorimizmi deydi. Ha, my name is Habibullah. Your name is Habibullah. Habibullah, yes, you're very good, huh? Bek yaxshi dedi. Masimni. Shuykan. Esme karmasi kolmasin kulkosi. Ma sizning tishlaringiz sal qorib turdi. Bu sizda ig'ir kasal bor o'xshaydi dedi. Yo'q, menda unda ig'ir kasal yo'q. Akla. Bu yoq doktormi yo edam qo'rqatgani kirib mushtaq kirganlarni ishtik chiqarib yutadigan qizda. Chaqqa doktor deyman, chatdan kelgan. Habibullah is your cos börek. Sizning buyrugingizni masal chiqdimi deydi. Chirangiz qarab bilib olgan o'xshaydi-chi. Ya men uchay egilgan. This first of Jay. Jay is very serious, master. Jay is serious. Şuyanızdaki egri bugürümü yoki tüp çizdimi dedi. Şu sel egilgan yeri var, bir egilgan. Sen turist abi yani. This is a börek. Börek. Jay is börek. İşteyiz börek. Bu şey degen börek şu okşaş dedi. Senin börek gibi var Yes. Okşaş dedi. Lıq nurgu atalığı var emasmi? Muşu. Senin özü börekkende mehmet börekni ayırım bir narsa okşaydı. Börek is Kozak dachin. Ma dachin degan narsani mush börek payda qildi deydi. Pil. Pil degan ma'nosini ko'rib baqqanmi? Adam giyah. This is Adam giyah ursa. Dapençi sanıdığın narsalar o bu. Just break. Do dapençi trade. This is chicken. Chicken. Chicken is Adam okşaş. Nima olacak? Nimdaymiz? Dapençi koyuyor dedi gördü geçen. Ma iliqinda qiliq chicken saldigan narsalar tursa bu savdon ishlaydi. Dapençini temkirgizish uchun salaman sunamo. Ma adamga shu temkirgizish uchun azar. Yes. Ben unchilik lavzulab ketmagan desam temkir Hadisi this price I go gone Jake bro. No. This cross is Mrs. Börek and this is Miss Kaskos. Ma o börek degan narsa mush bir tal narsa emasmi? Payda qisol men saqaytdim desa, ma doğrudamadlarni men tanishib bersam bo'ldi dedi. This biz is başqa ağrıdığı yerler var mı ki? Ma o börekninki just cream bone dedi. Why? Cream bone degan narsa, bunda kichik tal degan narsa shu bu. Aşağı bunda luk qilamdi dedim yani. Oh my god. Tadisi şu vodu tienna. Başqa ağrıdığı yer var mı ki? Sonra bakın. Ana kendim meniki şu göz yesem qarang. Misal bir tal çaş var qarang. O zımıldap ağırıp ketdi mişi. Bunu çaş xeyli barken şunu hatta o'zingizning qalbidagi yaxshi bir ko'rsatmalaringizni ko'ray deb keldim. Just cream and bone, just track bars. Yes, yellow space pass. Yellow sabar. Yellow space pass is Kozak dachin. Space kos yansa yama. Ben ya çiçimden qilib etmayman. Maniki ma o çiçanın rengiga azroq o'xshaydi ekan, shuningga mush choshqa payda qilib qilish mumkinchilik bor deydi. Tasaddubiy degan gap bor. Tasaddubiy. Mandaq qilib etdim çiçimden maballikida. Is Miss Ma odatga adamdek bermaydi ma o. Ma sizga very nice. Sizni bunda ekansa deydi. Adda nasin dedim. Ben bu çiçilikle meskenmeden kalbinizde manasin dep verilmeyin. Eski manası şunda yaxşıken. Ma o qarang ma quyrug'ini ko'rdingizmi? Ma yerda usidigan, zaminda usidigan narsa emas ma o. Zaminda usidigan nima bo'lsa? Dengizda usam da. Yo'q, shoxdan tushdi.
Ama yana tiginin çıkmayı demekçi o biz hem de. Yan yok okşamaydı demek. Okşamaydı. Prezidenti bar. Eyes dedi o. Your eyes are red. Red. No. Közde no. Közde. Çünkü közde problem yes. Bunda dedi o. Gözüm kıpkızıl boğan bilen milyon belki şey dedi o. 5 tüven ne köz 5 tüven. Bunda 5 okşaydı dedi gözünüz. 5'ten tüven dedi. 5'ten tüven depti. 5'ten tüven. Kızıl köz dep koydu meni kögeller. Bunun amalı var. Siz croissant mağazı Bana mane sizge ölçep bade man yişkim güvenme yancuma. yapırmak. Ma yopurmakla ma oxasan sizge bak kıymetli nesin beribetdi lekin hiç qısı yok. Rahmet tana. Thank you much. Resmi noperka. Rahmet dedi. Kozak dachin is $5. Croissant mağazı $2. Qozaq dacın 5 koy dedi o. Dollar. Dollar. Manke. Hani kendisi? Croissant mağazı $2. Xoason mağazaya mında türyen neçte. İşkiman. Özen kim bu doğranlar? İşkiman. Numda özen tatkançıl bunu. O sizge yüzüde dacı qıldı ya. Başta. Numda özen doğru körep bakmağa $2,000 dep. Hemmisini men işçimeden. Yeah. İsmiz kom sokat. Monum ömrünü pirivetti sizge bütünden mesine. Ya dress koyma ziyan çıkmam da spora. Resmi sokat. Meni azraq min qılıvatçılan qoy bir yada. Men ömrümde nurgun doktorxanalarga bargan. Masıladek mandaq astoydil rasmiy to'liq bo'lgan. Bilvapsizda. Qarab bilgunimda qarab. Bilvapsiz qara. Evet taşırışı nice, very good. So much. Very Come. Joke. Shu ashundaqki onun ustiga bak ko'zoynakingizmi qilganda taqaydigan ko'zoynakmi bu qanday ko'zoynak ko'zimizga chiqib shunday yarishibdi. Boshqa chash shunda kapdi xuddi o'zingizning chichidekli ko'rindiki. Tadisiz. Ma bu chitingcha yarashmabdi demakda men bizdan sog'liq qilmoqda dema deb qo'ya. Men machasini kiymay chiqdizam uni maysaga. Uni keyin shu sizning bu bemorlarni kelgan chog'da qo'rqitib qochirib o'tadigan ishlatsak bo'g'idek bor. Tadisiz. This form of gosurjo say come on bimar bu. It's so bad. No. Dal ig'ir kasallikka ashadilla mangib qoladi-da bir yerlarga. Konsekta. Sizni shuni qilayligan bola ekansiz. Qarang, chash, bosh, ko'zoynak. Sizdan o'xshamaydigan yeringiz, beshingiz mo'ringizning o'ttirisida ekan. Ma yangi sal elib etgan bo'lsa, texmi shu doktorlik menimiz yaxshi chiqadiki. Tushunyapsizmi gapimni? Uyg'urcha no purposes. Dalab qolsam men bunday. Hammasiga nesh bilasiz? Buni hammasiga men pul bermayman. Qanday qildik deb men doktorxonaga kelsam, sizlar o'zinglarcha bir rasmiy doktorlardek total modelni tuzib qo'yib to'yga beryapsizlar. Bu nimdegingiz emas, men bilaman. Men bag'im bo'lsa sizlarni berayotganman. Bizning kasbiy cho'ng doktorxonalar bor. Birinchi doktorxona, ikkinchi doktorxona, uchinchi doktorxona, to'rtinchi, besh hamma kasbiy doktorxonalarga boraman. Shu sizlarni bir sinab boqay deb kirsam, taqtuqa bir doktorxonaga kelib qolgandek turman. Uningdan Ya, menda gap xato tushunish bo'lib qolgan o'xshaydi. Bizning bu Jackson doktor, yaxshi ko'ngildan hammani beribsa, azam mandan sho'rpisi yo'q deb toza e'lon qilmayapsiz, yag'in ko'ryapsiz menda dorilarni siz. Yag'in ko'rmadim. Sizning bu Jackson doktoringizning bu balaning ismi Jackson emas, Vali. Menda balaning ismi Vali bo'ladi-ku odatda. Ya bu yozsin. Mana dedim-ku, achashmi o'zining chichideklar bo'lgan. Ya o'zining chichi qarang, totib beray. Mana ko'zoynakni ko'ray. Bu chash deganni mana. Mana yasin chiqdi qo'yish kerak. Siz ma chashdan chiqib turvaga adam kelsiz. Bu sizning kuchingiz emas. Manachka, hozir hamma odamlarning saviyasi o'sib ketdi. Qanday doktorxonaga berishni, qaysi doktorxonalarda davolanishni biladi. Sizning bu 2-4 tal biznesni ekiliblar, meyada modelni tuzib qo'yganga biz unchalik kishinib ketadigan odamlardan emas. Shunlashqa bizni bunday aldab, odamga foyda qilmaydigan cho'p, buni berib odamga
ahmoq qilmanglar. Ya bunda gap xushmas qilqapti. Ya bunda gap. Ya bunda gap xushmas qilqapti. Ma yaqinni yoq chechida qarg'ib bo'yotgan chetlarga gitsam hech kim ishonmaydigan bu qilib shu ma'na bo'lsinda kelib rasm ishontirilgan ya bu rost bu Jackson'ti bu. Jackson chechingizni seriq ichki tarafiga o'sgansimanda beshingizni ancha-muncha tukasiz qilib ko'ramsiz. Beshingizni ichiga o'sib ketgandan keyin ichki tarafdagi seriqcha ko'rinmaydi, ba'zida qilla chiqib qoldi, shu budur qildirib o'tiring ichini. Qara tushunmadi. Bu nima deyapti bu zotdan bilamedim deydi. Ay ya Sincan tushunmaydi. Siz shu dadangizning ayolining balasi odamni aql qilmay shuni boshqa bir ishga sanib olamdiki, mana shu qilmasanman munosabatlik o'rinlarga deb manda aldamchilik. Ya baba xushmas qilib qolmasa, ama deb bizniki ma isil yaxshi doktorlarniki munda shahrik dak tekizdigan manda ishni qilmanglar. Ya xapim. Atla. Bu sabini sen de şimdi körvağınım aşınçılarımda. Ya insan yakınmayı otlasın biz yabaken demeyi de sana ben onu şabatım. Yaba doktor da pişendirsen bulmam tabi çetellikte geçe kanlaşmıyorum. Zaten de o dükkanın icaresi var tek ya. Da pendini söylüyorsun ağana esir'in madde bir mınçım yedir. Bana da bence kadar gidip yemez. Bana o da tokun ötürü tamamlık da var ya portal tokun. Bana cimicima çetellikte hem de. Rahmet akacıma. Ya. YouTube'un pek feyz oldu lekin ha. Hem de bu tayyorliqsizlar bundalar chiqib o'ynagan o'yingandir. Hem de qiziqchilikni asos qildik ku aka buningda. Qandaqdir mazmunlarni ifodalamadik. Buningda faqatlam ko'rmanlarning bir xo'shalligini deblam o'ynab qoldik og'zimizga nima ekan shuni jo'ylab degandek shundaqo. Ko'rmanlarning ham kamchiliklar bo'lsa, to'g'ri tushunishini umid qilamiz. Unda bo'lsa programmamizningki keyingi bosqichga o'tib ketdik aka. 3 savol bor. Siz ta'tir javob beradigan. Savolni to'g'ri so'rayman, lekin siz ta'tir javob berishingiz kerak. Ma'qul. Unda bo'lsa tayyorlik bitdi aka. Birinchisi siz Şinjandagi eng qaltis kuldirgi artist hisoblanamsiz. Bo'shiya. Lekin bek kamtarlik qilyapsiz Juma aka. Voy, rost. Rahmat aka. Unda ikkinchisi siz uxlagan xo'rak tatamsiz. Ya faqat xo'rak tatmayman. Faqat tatmayman. Rahmat aka. Eng oxirgisi odatda kechida klublarga berib ko'ngil etishni yaxshi ko'ramsiz. Ha, yaxshi ko'raman. Unda emas-ku? Yo, berib ancha-muncha yaxshi ko'rmaydigansiz. Yo, yaxshi ko'rib klublardalam tursam men. Rahmat aka. Klubda ishim qanday uyda o'laman emasman. Rahmat aka tugidi unda bo'lsa. Buning hammasi ham ta'tir javob-ku, ko'rmanlar biladi-ku aka. Endi qanday turib azroq olsin bir kayfiyatni ko'taraylik degan maqsad bilan biz o'rlashtirib qilgan savollarda bu. Rahmat aka, texmi qo'sh qilish uchun ko'rmanlarning shu o'yin o'ynaydigan bir bosqichga qadam tashrif qilmoqchi bo'lyapmiz aka. Bu o'yinni bilasizmi? Bilaman. Programmamizning ijodiy o'yinlari. So'z tepish o'yini. Ashuni o'ynab boqamdiq aka. Ishonchingiz bormi? Turavsam umaydigan sizlar. Şalban geldi. Vay be. Bak çok alaylıcı var. Faqat o'tiramayman shu mushuk. O'ydim shunda. Taş Mehmet. Tash Mehmet. Oğlamagandı o. Yo'q. Faqat Biz sayket. ba Allah faqat men gapirishdan Qiyinroq. bo'ldimi? Ha? 3 bo'g'im qiyinroq. Shqol, Qiyinroq. isil taz, Qiyinroq. Eliyar, Ya qiyinroq. Eznar, Qiyinroq. 3 qiyinroq. Ver. ha bo'ldi topolmadim. Osonroq. Qozonchi, Bir ozdiraya. Osonroq. chiroq tushib ketdi deydi desam. Qaraqa. Osonroq. Nima chiroq? Osonroq. Asta, Osonroq. Astana, Azroq yiqilishdi. Osonroq.
Astanat. Asanrak. Astanata. Bir. Anlanmaydı ki bana fakat anlanmaydı ki. Çüçümel. Hı? Çüçümel. Kütümen. Çüçümel. Könümen. Çüçümel. Kütümen. Kütümen. O da kızım koyacağım. O da kızım. Çüçümel. Kütümen. Otumen. Çüçümel. Çüçümel. Utumen. Ya. Ki. O da kızım koyacağım. Taş yürek. Müzik toxtadı. Canında. Ha? O gipanla anladım. Taş yürek degen gepler bu. Ot yürek. Ot yürek. İşkinde Abi hem taş yürek degenini anlap kaldım ben. Ben şunu ona karşım ahır yürek dep bir şişkin tapa aldım ben. Kimde Nim tap? diygetten onu aldı da. Kıyınıraq dedim. Çüçümel dedim. Bak geçiniş. Aslan. Tamam yok mu gepini. Men de tapam da tekrar. Hem sizdeysin bana. Sizdeysiz bana. Başlayayım ha. Başlayayım ha. Karaya. Okey. Üç boğum. Ha şu ben takım ben özel yakalavatı ben bir yerde ama başlamadım. Argınal. Azatlık. Argınal. Asanlık. Argınal. Asasa. Argınal. Akira. Ne pensildik ne tasarsa. Argınal. Oldu mu? 5, Nima? Argınal. 3, 2, 1. Osmanlılar. Skilse. Kibabet. Şimpanze. Kibabet. Muhabbet. Muhabbet mi? Tibabet. Şihaba. Şihaba. Tibabet. Alamet. Alamet. Falaket. Salamet. Ver. Nim bu? Tibabet. İğiziniz qat bilmez qanayga tomonga. Ma uyoshiga ichilmaydi ki ağzınız. Nipay suresi. Nima ish qaysini topamadim ha? Tibabet. Söyümlük. Hey, mush qalb faqat nedirlama. Söyümlük. Momoda degan. Oksaydı. Söyümlük. Ushtum tut. Ushtum. Söyümlük. Üzüm yok. 5. Nima deyim? 4, 4. 3, 2. 1. Üzüm yok. Ushtum tut. Hakimcan. Alimcan. Hakimcan. Adilcan. Hakimcan. Almayan. Hakimcan. Alimka. Hakimcan. Kasımcan. 5. Hakimcan. Asımcan. 3. Asımcan. 2. Nima? Ver. Alimcan şu ha. Hakimcan. Ha, en ahırkı birisi. Mestane. 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 He bak. Tek seni David. Mestane mi? Akama fakat qamlaşmayı ki ama ağzınız. Pamısılığa yerlerim var demeyeyim onu. Rahmet aka rahmet. Kızıdı o. Yangi vaqtdan tabriklab hamsa bizdan shu 2021-yillik Nalina sog'lomlik mahsulotlari emas, 2000 yuan qiymatidagi mahsulotlardan sovg'atlik qilamiz, qabul qilg'aysiz aka. Rahmat. Naqmal. Endi shu naq maydon qadamdashtirib qolgan do'stlarimizdan balkim sizdan so'raydigan savollari bo'lishi mumkin. Mushlarga bir astoydil javob berishingizni umid qilaman. Bo'ladi. Marhamat. Ma bir tordash do'stimiz debdi. Abayka sizning mishchaqkagacha eng o'kinadigan ishingiz nima? Siz deb beralasizmi dedi. Ang o'kindigan ishim hamda kasbiy san'at maktablarida o'qiyanmaganlik o'kinishim bor. Bo'lsa rasmiy kasbiy o'qib, nazariya jihatdan bo'lsin, amaliyotni birlashtirib bunda o'ynagan bo'lsak, texnik yaxshi o'ynab ketdik. Deymiz, u chaqda unchalik taqtiqim bo'lib ketmas, bo'g'itim kasb qilgan bo'lsa. Kasb o'qimaganlikdan bo'lib ketib qolgan taqtiq. Yana bir to'rdishimiz debdi. Aka, sizning bundan keyingi planlaringiz nima debdi. Planimiz hozir nima deganda kelgusida texnik bir yaxshi bo'lgan shunday bir asarlarni ishlab, xalqimizga bir suna olsak, xalqimizga bir xushallik ato qila olsak deydigan shunday planlar bor. Mushu planlarni amalga oshirish uchun to'xtamay tirishib ketib boramiz.
Bayatdan beri paranlaştık ama sahneye kırdım. Tunç kıtım görüşümce sizin ağrıymış gibi. Burun tanımamdınız? Burun tanıyordum ki emin ki. 2008 yılı şu Qurbayat diyen sahneye çıktım dediniz bu. Şu vakitte Tunç sahneye çıkan hissiyatınız kanarak mesela sahne 200'den artıq adam var. Tunç sahneye çıkan vaxtınız hissiyatınız. 2008 yılı hem de Tunç sahneye çıkan vaqtimmi emas, olculardan tatib sahnalarga chiqayotgan. Lekin hamda 2008 yillik eng cho'ng sahnam to'g'ri. Shu sahnaga chiqqan vaqtida men nihoyat hayajon ilkida. Uni ustiga 2008 da shu taqqutuqqa hamda boshqalarning diqqatini alaydi qo'zg'ab, men shu so'zlayotgan vaqtimda orliqda 2008 shuni ko'rib baqsanglar bilsizlar, bir qattiq bir chavak chiqib ketgan yeri va masalan gapni to'xtatdim chavak. Bu chog'da bo'lmasa men bir 2 yig'iziq uyda ijara o'tirgan vaqtim ishadi. U mendagi u vaqtdagi bu chavak hissiyatım en çoğun baydek. Hem nesi miningdek kitabi orundaylık madak düşündürüp veremez kim mümkün yazıklıkla. Lekin en hoşal olgan günüm, en baxtlıkdek şunda ayajallangan ben, şunda hoş bolgan. O günkü hem de hissiyatımga işim doğru kelmeydi. Tilim bilen tasvirlep veremeyim razıkatmak isem. Çünkü şu nak meydandaki tamaşıbıllarının çavukidin kelgen güldiras bir alkış men uchun eng cho'ng xushalliqni bergan ham mana buningdan keyingi ishlarimga ishonch ato qilgan chavakda u ham shu sahna. Javobim to'g'ri bo'ldimi, xato bo'ldi? Abeka yaxshimisiz? Yaxshimisiz. Sizdan yaqin vaqtda programma qatnashganimdan shunchalik so'yindim, shunchalik faxrlandim. Rahmat. Shaxsan biz hammamiz kichikimizdan sizningki numurlaringizni ko'rib cho'ng bo'ldik. Hammamizga yod bo'lib ketdingiz. Ham sizga nisbatan shunchalik hurmatimiz bor. Rahmat. Endi meniki bir so'raydigan gapim, sizmi shu qaynotangizni uyiga ayolingizni so'rab baqa vaqtda yoki qaynotangizni tunji qatam uchrashgan vaqtdagi kayfiyatingizni yoki shu vaqtdagi ko'rinishlarni bizga qisqacha qilib so'zlab bera olasizmi? Bo'ladi. Manda savol buni. Kayıntamның ayalının kızının gepi qo'y bu. Ayalımның gepi. Ben ayalim bilen tunji uchrashgan vaqtida albatta biz yosh vaqtlarimizdan da nurg'un mesela sabahdaşlarımız buldu, o buldu, bu buldu. Lekin her birisimiz bilen mengülik birge ütüdüğün adamını tunji qitim köyge vaqtidagi hissiyat fakat o'xshamaydi ekan. Har qanday bir vaqtdagi. Tunji köyge vaqtida o'xshamagan, hamda onu bilmaymiz, onu bilan to'y qilamdik ya birga o'tamdik, bilmagan bilan tunji qitimdagi ko'rishish, boshqa vaqtdagi boshqalar bilan ko'rishgandagi ko'rishish bilan o'xshamaydi ki adamga alaydi. Boshqacha bir xil. Mana shaxsan ashta tuyulgan. Burunqi muhabbatlarimiz faqat o'xshamadi. U oldin muhabbatlarimiz faqat o'xshamadi. Ondan rasmiki deb qolmalar. Men onu jügünümmi, müşkizvana. Ağınımmi, şu hazır barımmi, şu. Ondan keyimmi şu cuma. Ataçılık qolmalar. Uyga borgan vaqtingiz deganda men xeli qo'g'lishib, keyindan yurib, talablarni qo'yib, cho'nqur vaqtlar deydi. Men cho'nqur qildim, men qo'ytiraman-da, men cho'nqurim bor. Shu chaqdalik cho'nqur yo'q ekan demisin deb, shu mezgillarda paltolarni ishdan ichiga tiqib o'tib ketdim-man. Namayan qilish uchun. Da men shay cho'nqur ekan-da, men debdim, da vallahi qilib obro'yat o'chaqlar. Men kendi yurgandagi uylarga berib, paga normal, ancha nomus qilib ketmagandim uyga. O'zi boshlab kirgan bo'lgan. Uçakda geli sakmaklar hep. Hazırkıdak eğilişip ketmegen vaqtlar var. Ben meylemdeki ümidi yaxşı bolgan bir jigitki, esil bolgan bir jigitki bersek. Hem şu qaynatam qaynanlarning maqsadi şu bolg'iydi. Ularning degan umidlarini hamda chiqilib oqlashga tirishib, yaxshi bo'lashga tirishib ketib boramiz. Albatta bizning hamda odam bo'lgandan keyin savallikdan biz xoli bo'lmaymiz. Yaxshi tarafiga, yaxshi bo'lash tarafiga qarab tirishib, hozir inoq ittifoq holatda aşınıki kol, yani bir qitim düyteyçiymiş, hayalimden kollap kuvvetleşi bilen, bana hazırki vakit geldik, şunu ona aldı bilenmiş. Beni bekip çoğunluğa, ata-anamga, onun keyinden kaynatam, kaynapam, şundan bir yaxşı isil, bizden hizmetimizi kıyganmış, takdir kızın tuğup bəginiga, rahmetimni bildirimen, onun keyinden cepat attamdı bana. Hayalimden müşteriyalar, biz satılıcının bütün işleşki balını asas ettin, şu an muş fırsette, hammalarga rahmet etib olaman. Rahmet sizlarga. Madimiz ayolingizdan qanday tanishdingiz dedi ya. Hamda men shu oilada masalanga, har ayollar ko'ngil og'ir qo'llab qolsa, işte taqtiq so'zlab ayolingizni kuldira olamsiz yoki qapaqlab turamda. Endi o'zi qarab turib qo'llab qoladi, hayotdan deyishdik, ancha-muncha fikrlikda bir narsalar fikr birligiga kelamay varancho'rong bo'lib qoladi. Bo'lib qolgan vaqtida men vaqiraplam chiqitaman tasha. Chiqitib 2 minut qolmay, o ish mening esimda chiqtir ekan. Endi kunduz ishlarim qilib kechdi, shunda ishni olsam,
İsimde yok da menin ettige varan çorukun. Uydikilarniki otçığı ettigenkiden better bir ol etti. Çok karas uruşup kalgan ha. Dep şapkı düzenimde kaleme bulup şunun öyktirgiçi öyde meninki bir solumba yandırdıgan çok hatalıklı. Ma biz tarafı uzun, biz tarafı kıska bir dön korumba oppak un halçıdı çıktı. Erinmey kirip aşını. Kiymen, onu kegiçi azırak yenip buludu onu kiye açığı. Ayakta mayakka bir motor menişim var. Uçak teknisimiz vaktimiz kusaklarım. Muşaga çudığa okulları bir kılında yandan karşım şunda çaraylık vaktırım da o kilim. Domun hissam mı buluduğun pır domulaydıgan vaktlarda. Su uçup kessem mi leyleydigan vaktlarım var. Ayak vurmağım, mayak vurmağım tügeydi şunu ona. Yani kendi öyle takı geplerini mi kılma, kızlıkçılık kılma, kızlarımını mı küldürüp koyma, aç neydi bir geplerini kılıp, ulan düşünüp gitti beni. Aka şu taktıqını ulaştırıp, uğraştırışımı bir mesele iken ha. Bazı vaqtda şu taktıqlarınızı olab, oturab ketsem, lekin yeni bir yerlerden belki taktıq emas, taktıq olsa bir yerlere keldi do, yani ulaşıdığan bir yerlere var şu. Aşta qanda uğraştırış özünüz yazamsınız aka. Onu birincisine tağamnınki burun deydigan geplerini emdim. İçimde bak geplerini qetiştirip degen. İkincisini mi tağamgı dep sen bundan bir yazıp bir bakayım bana dep. Bir neslenimde yazıp bade onu kendi qağniyen özem qetip. Üçüncüsini özemli yazdım. Hele kapiyadaş yerini çok faydalanıp yani şu tağamның geplerden faydalandım. Üçüncüsü de qanda desen Abdurrahim Rahmanlı bile itot oynagandaki kişi. Hem bunu uyga ekilip aldık yağaşını. Bunu nimek işiltemez. Kadala şu işilteydiyse 11 degen etken çay içtim başka bir işletim olmaydı. Dokta asta men buğday kumbayın salay. Eğer tuyup kalsa çapınının rengi çapınımga oxşagaş qo'ymay sap qaptimi. Bir aqitim navatsanmay çay içkenge mesop ketmaysiz. Meni ketmaysizligini qo'nib qilindigini emas. Maqsadim uy sanmoqchi bo'lsangiz bosh o'gizini to'liq bitirib olib, uning kendi ulug'i yog'och chiqarib bo'ri silvasangiz, yetigidan qayyomga yig'ib qolsa o'gizga o'tmaydi. Sen bu japon o'tkiziman deb jafo tatib qolsa. Şuna biz ballarım jafo tatib qolmasin desang, yaxshi tarbiyalab oliy maktablarda o'qitgan degandek bunda keyni ulaştırib, elqa qapiyadash qilibdi. Ham bu burun deyilib qolgan gaplarni ozroq bilib deb qildi. Abeka rahmat unda bo'lsa, bugun alayda vaqtingizni chiqarib misha qadam tashrif qilib mana boshdan oxiri to'xtamay kuldirib bizni ya. Ma soatning vaqtning qanday o'tganini bilamay qoldik-ku. Shu darajada shunda ko'ngillik bir kun bo'ldi aka. Ko'rmalarga nisbatan naq maydondagi tomoshabinlarga va o'zimga vakolatan yana bir qatim cho'nqur tashakkurimni bildirmay aka. Rahmat. Bundan keyingi har qanday bir ishlaringizga zo'r utuq muvaffaqiyat tilaymiz aka. Eng muhimi tan saqlik, salomatlik tilaymiz. Bundan keyin bo'z to'xtab qolmay işte itotlarni, qisqa filmlarni to'xtamay yo'llab tursangiz, bizningki shundaq dillarimizga bir ozuq bo'ladigan kulkilarni ato qilsangiz deb shuni orzu qilamiz aka. Fursatlar bo'lsa yana bir qitim Sho'lpan keldi programmamizga vaqtingiz yetsa qatnashib, shundaq bizga tomoshabinlarga ekranda ko'rmallarimizga kulkilarni beg'ishlashingizga tilakdoshligimizni bildiramiz. Rahmat. Programmamızın 2021 yıllık tajdorligini Şinjan Berna Sodichilik Mas'uliyat şirkati alayda qo'llagan. Adaş nim bo'ldi? Bək bir yarım bo'ldimi? Ansirma adaş, Nalina ayollar sog'lomlik mahsulotlarini olib keldim. Qarag'ina. Nalina ayollar sog'lomlik mahsulotlari. Programmamızın riyosatchilarining kiyimini Miras kiyim-kechak madaniyat şirkati alayda qo'llagan. Boğuladı Miras tağdak qamat qiyas Miras kiyimleri. Xo'sh aka, rahmat. Yansam yana shu chin yuragimdan yana bir qitim cho'nqur tashakkurimni bildiraman aka. Bundan keyin yana bir qitim cho'qim kelasiz aka. Amanchilik bo'lsa, salomat bo'lsak kelimiz cho'qim. Rahmat. Unda bo'lsa aka, naq maydondagi tomoshabinlarimiz ekranda ko'rmallarimizga vakolatan yana bir qitim cho'ng hurmatimizni ifodalaymiz. Rahmat sizga aka. Rahmat.